Hozirgi zamonamizda ma'lum bo'lgan eng uzoq yashagan odam 122 yoshga kirgan, lekin shu odam ham hech qanaqa kasalliklarga kasallanmasa ham baribir o'lgan. Har qanday odam baribir o'limni boshdan kechiradi. O'limga olib keladigan eng asosiy sabab bu bizni hammamizni tanamiz mayda hujayralardan tuzilgan. Ya'ni xuddi bino g'ishtlardan tuzilgan bo'lsa, tana hujayralardan tuzilgan. Mana shu hujayralarni har birini o'zini o'lish programmasi bor. Ya'ni ularning o'limi programmalashtirilgan. Qaysidir hujayralar bor 3-5 kun yashaydi. Qonda shunaqa hujayralar bor. Yana hujayralar bor 120 kungacha yashaydi. Ba'zi bir hujayralar bor inson o'sha tug'ilgandan keyin 70 yil, 80 yil, 60 yil o'sha umrining oxirigacha yashaydi va o'ladi. Xuddi shunday o'sha hujayralarni yadrosida ularning o'limi haqida ma'lumot bor. O'sha ma'lum bir muddatdan keyin ular o'lish kerak. Ya'ni buni tabiiy apoptoz deydi tibbiyot tilida. Shu orqali hujayralar o'ladi. Hujayralar o'lgandan keyin inson qariydi, hujayralar qariydi va inson o'ladi.